Mushtariy nima shampun ishlatadi, sochlaringiz har doim yaltirab turadi deb savol bergan qizlarga videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Aytgancha qizlar, bu savolim ichimda qolib ketishi kerak emas. Yigitinglardan bir oyda sir bo'lmasa necha marta gul olasizlar? Ha, mayli, o'zimizni dolzarb mavzuga qaytadigan bo'lsak, oldin meni sochlarim juda ham ko'p to'kilardi. Hozirgiga nisbatan mana ko'rsanglar bo'ladi. Hattoki shu peshonamdan soch o'sib chiqqan. Qizlar, agar sizlarda ham soch to'kilishlar, tez yog'lanishlar bo'layotgan bo'lsa, Hindistonda ishlab chiqarilgan o'sha tabiiy trichap mahsulotlarini ishlatishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Qo'limdagi trichap yog'i haftada 1-2 marta ishlataman xolos va yarim soat ushlab turaman. Effekti esa sochlarni chuqur oziqlantirib, yanada qalinlashtirib yarim soat, 1 soat ushlab turganimizdan keyin o'sha hammamiz biladigan trichap shampundan foydalangan holda sochlarimizni iliq suv bilan yuvamiz. Eslatib o'taman, suv juda ham issiq bo'lishi sochga zarar yetkazadi va tirnoqlarni boshga botirib yuvish ham katta xato. Oxirgi etabi sochlarim chigalini yechib beradigan va sochlarim mayin qilib beradigan bu trichap balzam. Mahsulotlarning originalini xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Banafuzdan buyurtma bersalar bo'ladi. Menga o'xshab trichap bilan o'xot qilishni boshlaylar.